azizlarim, mehri qaynoq insonlarim. Tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Mikrofonlar qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodira Begim. Bizning loyihamizga bir nechta tabrik maktublari yetib kelgan ekan. Keling ulardan bir nechtasini o'qib eshittiramiz. Qani, ketdik. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Isroiljon aka, siz bilan bog'landikmi? Isroiljon aka, siz bo'lasizmi? Biz tabriklar loyihasidanmiz. Kutilmagan qo'ng'iroq. Albatta, man. Yaxshimisiz? Sog'monmisiz? Rahmat. Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Bugungidek go'zal sanalarning egasi ekansiz. Allohimga chin ne'mat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xolis ummat bo'lgan kuningiz bilan ayni damda qarshi olayotgan shukrona yoshlaringiz bilan samimiy muborakbod etamiz. Rahmat. Alloh taolo bunday nurli sanalarni hayotingizda yana ko'plab nasib qilsin. Qalbingiz tinch, kayfiyatingiz baland, tanajoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Bugungi fayzli kunda qarshi olayotgan 43 yoshingiz umringizning eng fayzli, barokatli yoshlardan biri bo'lsin. Bugun bizning loyihamizga yaqin insoningiz tabriknoma maktublarini yo'llagan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'raman, Zarafshondan Sharofbek jiyanim bo'lsa kerak. Yana kimlar bo'lishi mumkin? Sharofbek, Farangiz, Malika Bonida jiyanlar. Yaqinlashdingiz. Yana kimlar bo'lishi mumkin? Jigarlaringiz. Ukamni tabriklagandir. Fayoz ukam. Albatta, sizni eng yaqin insonlaringizdan biri ukajoningiz Fayozjon aka nomlaridan yetib kelgan ekan. Shu bilan birga jiyanlaringiz Sharofbek, Farangiz, Malika Bonu, farzandlaringiz Shahzoda Begim, Kamolaxon, Solihaxonlar nomidan ham deya yo'llagan ekanlar. Rahmat. Ilohim, mana shunday yaqin insonlaringizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Rahmat. Ruxsat bersangiz, ukajoningiz nomidan yetib kelgan tabriknomalarni o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Minnatdorman. Assalomu alaykum aziz akajonim. Bugun siz uchun eng qadrli, eng nurli kun. Sizning tug'ilgan kuningiz. Avvalo Allohimga behisob hamd va sanolar bo'lsin. Siz kabi mehribon, g'amxo'r akani bergani uchun. Akajon, siz hayotimizda otadek tayanch, mehribon do'st, qalbimda esa iymonli insonning yorqin namunasiz. Sizning har bir ishingizda, so'zingizda, yurishingizda ham Allohning rizosini istagan, halollikni ko'zlagan mo'min bandasining siymosi mujassam. Men sizga qarab doimo g'ururlanaman. Sizni doimo duo qilaman. Allohim akamni har bir qadamda o'zing asra, qalbini nurlantirgin, rizqini keng qilgin, iymonini mustahkam qilgin. Hayotingizda har doim baxtli kunlardan iborat bo'lsin. Alloh har qanday ishlaringizda yengillik bersin. Har qanday sinovlarda sabr ato etsin. Siz menga nafaqat aka, balki ishonchli do'st, eng to'g'ri maslahat bera oladigan insonimsiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt va cheksiz quvonchlar tilayman. Yuzingizdan tabassumingiz aslo arimasin. Qalbingiz doimo shodlik bilan to'lsin. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak
muborak bo'lsin. Siz bor yashab yuribman kamsiz, mening foydam uchun hakamsiz. Men tanigan dunyoda hamma akalarning zo'ri akamsiz. Oilamiz g'amini yeb yashar, baxtimizga jonini to'shar. Yurishlari dadamga o'xshar, akalarning zo'ri akamsiz. Bir to'shakda ulg'aygan edik, bir tovoqdan birga osh yedik. Eng zo'ri biz bo'lamiz dedik, akalarning zo'ri akamsiz. Menga toshin otmagan odam, yiqilsam jim yotmagan odam, meni sira sotmagan odam, akalarning zo'ri akamsiz. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Hurmat bilan ukajoningiz deya mana shunday go'zal tabriknomalarni siz tomon yo'llagan ekanlar. Rahmat. Ukajoningizning samimiy tilaklari ko'nglingizdan joy olib, kayfiyatingizni ko'tara oldi degan umiddamiz. Albatta. Xursand bo'ldim. Ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, yaqin insonlaringiz uchun tilaklaringiz bo'lsa eshitamiz. Hammasi farzandlarni boshiga savob etsin, ota-onamiz boshimizga savob etsinlar. Mana shu tabrik yo'llagan ukamning ishlariga rivoj bersin. Niyatlar yetsin. Bundan ham martabalar ulug' bo'lsin, ishlariga rivoj. Farzandlar boshiga doim savob etsin. Sizlarga ham kattakon rahmat. Rahmat. Tilagan ishlariga omad tilayman. Rahmat, inshaalloh aytganingiz kelsin. Mayli, sog' salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, yuzingizdan tabassum, hayotingizdan fayz va baraka arimasin. Barcha samimiy tilaklarimiz siz uchun bo'ldi. Sog' salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat samimiy suhbatingiz uchun. Ushbu go'zal taronalarimiz siz uchun yangraydi. Marhamat. Bir yurak ostida yaralganimsiz, yiqilsam tog' bo'lib suyanganimsiz. 5 kunlik dunyoda o'zidan ko'proq men uchun omadlar so'raganimsiz. Har yerda yelkangiz suyanchim bo'ldi. Akam deb so'zlasam yuragim to'ldi. Bolalik chog'imdan, yoshlik chog'imdan men faqat bir sizga o'xshagim keldi. Men faqat bir sizga o'xshagim keldi. Ertaroq ulg'ayib qolgan akamay, dardimni mendan ko'p bilgan akamay. Sochlarim qorasin siz uchun beray, men uchun borini bergan akamay. Akajonim, 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 jonim akam. Akajonim, 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 jonim akam. Erkaroq bo'ladi ukalar bilsam, siz borsiz boladay qoldim men hardam. Yigitga 3 bora omad kelarkan, mening ilk omadim
sizsiz jon akam. Yoshlikdan almashib kiyim kiyganim, yelkasi hamisha toychoq bo'lganim. Bir kosada ovqat yegan chog'imiz, men uchun go'shtlarin terib berganim. Akajonim, 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 jonim akam. Akajonim, 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 jonim akam. Nomardni Xudoga solganlarim bor, gohida jim yig'lab olganlarim bor. Otamning siyratin, onam duosin sog'insam men sizdan olganlarim bor. Zabonim yayragay yursam akamde, aka bu eng ulkan bardosh ekande. Men mingan tulporim hali ko'p uchgay, yonimda tursangiz doim ukamde. Yonimda tursangiz doim ukamde. Akajonim, akajonim,